Samarqandga remont qilish patruj qanchaga tushadi? Mana shuni polni patruj qilib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz aytib beraman. Bu yerga studiyaning formatida zavq qilib berdik. Mana bu yerga oshxona zonasi. Bu yerga mehmonxona, mana bu yerga onyx toshlar bu yonadi. Mana bu eshiklar bilan hammasi ichiga qilib berdik. Kafelari 62-120, patologga bitta e'tibor beramiz. Bu yoqqa TV zona, u yo'g'i sanuzel. Sanuzelni oxirida ko'rsataman. Mana bu yerga детский spalniy. Bu yer hamma xonalarimiz akachenta bo'lgan, patologlari savremenniy gipsokartondan, mebellari patologgacha bo'lgan. Qarang qanday chiroyli mana bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham akachenta bo'lgan, savremenniy dizaynda patologlari bo'lgan. Mebellari hamma narsasi qanaqa chiroyli manzara. Samarqand polni ma'lum. Mana shu spalniy, mana bu yoqqa garderob shkaflar. Patologni qarang. Bu yoqqa kartinka uchun joy tanlab ketganmiz. Buni dizayni o'zimiz qilib berdik. Fantaziya qilib, uy egasi bilan maslahatlashib, televizorimiz ham savremenniy bo'lgan. Mana bu yer bitta sanuzel edi, biz kattagina edi. Ichini mana bu yoqqa garderobni joylab, bu yerga mana bu yerga tualet joylashgan. Kafelari matvi o'zidan birdan rakvina yasab berganmiz. Mana bu yerga sanuzel joylashgan. Sanuzellarimiz ham hozirgi zamonaviy. Mana bunaqa univaliklar ham joylab berganmiz. Patologlari savremenniy gipsokarton, vлагостоящий materialdan kraska bo'ladi. Bo'lgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, papoli $300 tushdi. Lekin $300 bundan keyin qilib bermaymiz. Nimaga degan? Bizga to'g'ri kelmadi. Shunaqa remontlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz agar chiroyli qilib beramiz.